Obodonlashtirish boshqarmasiga yana 111 sonli xotin farmoyishi tegishli sessiya qarori bilan mablag' ajratilgan 700 ming so'm bu issiqxona tashkil qilish xarajatlari uchun edi. Bugungi kunda demak tegishli tartibda loyihaga e'longa joylashtirilgan, lekin haligacha o'sha qurilish tashkiloti aniqlanmagani uchun qolgan mablag'lar o'zlashtirilmasdan turibdi. 59 million so'm mablag', 500 million bu ham obodonlashtirish boshqarmasiga yana prokurorlashtirish hamda atroflarni tartibga keltirish uchun ajratilgandi. Bu tejalgan mablag' hisoblanadi. Daromad rejasi ortib bajarilgan qismi yil yakunida shu erkin hovli sifatida boshqa shakllanishi belgilab o'tilgan. Qisqacha demak ikkinchi masala bo'yicha hisobotimiz shu. İkinci oyun xarajatlar icrası to'g'risida yo'l ta'mirlash xarajatlar 10% amalga oshirilgan. Yo'l ta'mirlash xarajatlari demak bo'ltirmay ko'rib turishingiz mumkin. Ikkinchi chorakgacha bunga o'zi jami ajratilgan mablag' 4,5 million tashkil qiladi. Endi bu mablag'lar oyma-oy demak bo'lib berilgan. Demak yanvar iyun oylariga 1 milliard 91 million so'm mablag' ajratilgan. Bugungi kunda 108 million so'm tashqi xarajatlar boshlagan. Endi buni sarflash mexanizmi quyidagicha. Birinchi o'rinda demak loyiha smeta hujjatlari shakllanadi. Undan keyin pullarni aniqlash uchun demak o'sha asosda yetkazib beruvchi ta'minotchini aniqlash uchun shaffof platformasiga e'longa joylashtirilgan. Demak bugungi kunda hozir 8 million so'mga bular loyiha smeta hujjatlarini shakllantirib, to'g'ri davlat ekspertizasidan o'tkazilgan. Loyiha smeta hujjatlari bo'yicha demak hozirgi kunda aniqlangan kamchiliklar 1 milliard 200 million so'mni tashkil qiladi. 1 milliard 200 million so'mlik bular o'sha bitum hamda asfalt mahsulotlarini sotib olish uchun e'longa joylashtirgan. Endi hozir mana bugungi sanada 27 avgust bo'ladigan bo'lsa, bu hisobotimiz endi 1-iyul holatiga hisoblanadi. 1-iyul holatiga bo'lgani uchun iyul oyida bular 500 million so'mlik asfalt bilan shartnoma imzolagan. Hozir yana 500 million so'mlik e'longa turibdi. 3-sentyabr kuni aniqlanadi. Agar shu yetkazib beruvchi aniqlansa, demak bu mablag' xudo xohlasa 3-chorak yakuni bilan hisob berganimizda to'liq moliyalashgan bo'ladi. Soru var. Soru olmasa, ekonomik çıkıyor. Bu sırada mahalli budjet tariflerini rivojlantirish, iqtisodiy islohot qilish va hamda sohani sog'aytirish komissiya a'zosiga nazorat qiladi. Xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining doimiy komissiya xulosasi. Xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan Olmaliq shahar mahalliy byudjetining 2026-yil ikkinchi chorak yakuni bo'yicha daromad va xarajatlar ijrosi, byudjet parametrlariga kiritilgan o'zgartirishlar hamda qo'shimcha daromad manbalari ijrosi o'rganib chiqildi. O'rganish jarayonida shahar hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining tegishli hisoboti qilinadi. O'rganish va muhokama natijalariga ko'ra, Olmaliq shahar mahalliy byudjetining 2026-yil ikkinchi chorak yakuni bo'yicha daromadlar ijrosi 117% ga bajarilgan. Daromadlar bo'yicha 9,452 million so'm miqdorda ortiqcha pulni ta'minlagan. Shuningdek, 2026-yil ikkinchi chorak yakuni bo'yicha mahalliy byudjet xarajatlari 67,313 ming so'm reja o'rniga 59,902 ming so'mni tashkil etib, xarajatlar ijrosi 89% ga bajarilgan. Natijada 11% mablag' o'zlashtirilgan. Komissiya tomonidan 2026-yil ikkinchi choragi davomida mahalliy byudjet parametrlariga dastur orqali tegishli o'zgartirishlar kiritilganligi ham ko'rib chiqildi. Mazkur o'zgartirishlar ta'lim, obodonlashtirish, hokimlik, madaniyat, yoshlar, oila va xotin-qizlar, veterinariya hamda boshqa sohalar xarajatlarini belgilangan tartibda qayta taqsimlash bilan bog'liq bo'lgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi ikkinchi masala bo'yicha qaror loyihasini xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining yillik birinchi sessiyasida tasdiqlash maqsadiga muvofiq deb hisoblaydi.
sessiya xulosasiga asosan sessiya qarorlari barcha deputatlarga tarqatilgan. Tasdiqlansin degan deputatlar huquqiy tasdiqlaydi hozirlar. Qarshilar betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Bundagi 3-chi masalaga o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2026-yil 5-fevralda 49 sonli qaror ijrosi yuzasidan 2026-yil yakunlari to'g'risida. Aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish yo'nalishi bo'yicha demak O'zbekiston Prezidenti 2024-yil 23-sentyabrdagi 300 sonli qaroriga asosan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi amalga oshirish bo'yicha onlayn mahalla tizimi ishga tushirilgan. Bunda aholini kambag'allikdan chiqarish va turmush farovonligini amalga oshirish bo'yicha shahrimizda 1392 ta oilaga individual har bittasi uchun alohida reja ishlab chiqilib, shundan ularga 5360 ta xizmat ko'rsatish bo'yicha demak chora-tadbirlar belgilangan. Bugungi kunda respublikada 834 oilalardan 3178 nafar fuqarolarga hokim yordamchilari tomonidan kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan 173 ga yaqin xizmatlar ko'rsatib o'tilgan. Jumladan 277 ta doimiy ishga joylashtirilgan, 53 ta imtiyozli kreditlar berilgan, 707 tasiga tadbirkorlikka hamda 30 ta oilalarga xizmat ko'rsatishlar orqali 370 oilalar daromadini oshirish orqali reyestrdan 370 oilani reyestrdan chiqarish ta'minlangan. Shuningdek, 1157 ta kambag'al oilaning demak manzillarini to'liq shakllantirib, yagona reyestr orqali ularga kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qo'llab-quvvatlash xizmatini ko'rsatish orqali 2,6% dan yuqori aholi o'z kambag'allikdan chiqarib berilgan, ularga kambag'allikdan qonunchilikka aylantirilgan chiqarish orqali. Bundan tashqari sayxona tajribasi bo'yicha mahallalarda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqarolarga 373 ta loyihalar ishga tushirib berilgan. Ushbu tadbirkorlik yo'nalishida 153 ta rejaga nisbatan amalda 214 taga ijrosi bajarilgan. 845 ta bo'sh ish o'rinlari yaratilgan. O'zimiz bandliglar hisobiga 179 ta loyiha hisobiga 345 nafar aholini demak o'zimiz bandlik yo'nalishida bandligi ta'minlangan. Bandlik dasturi ijrosi bo'yicha demak 2026-yil uchun 24154 nafar aholi bandligini ta'minlash rejasi belgilangan bo'lib, sohalar kesimida olganda doimiy ishga joylashtirish 4059 nafar tashkil qilgan, soyadan chiqarish bo'yicha 5344 nafar, aholi daromadlarini oshirish orqali 14751 nafar fuqaroning bandligini ta'minlash belgilangan. Shundan yanvar-iyun oylarida 10809 nafar fuqarolarning bandligini ta'minlash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 15421 nafar aholining bandligi ta'minlangan, belgilangan reja ijrosi oshirish bajarilgan. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kreditlar ajratish yo'nalishi bo'yicha 439 sonli qaror ijrosi yuzasidan onlayn mahalla platformasi ishga tushirilgan. Bunda jami qiymati 30 milliard so'm bo'lgan 4604 ta loyihalarga arizalar kelib tushgan bo'lib, shundan hokim yordamchilari tomonidan 16,6 milliard so'm bo'lgan 1078 ta loyihalar tavsiyalar qo'llab-quvvatlangan holda kreditlar ajratilgan. 5,3 milliard so'm kredit ajratib berilgan. Kasb-hunar va tadbirkorlikni o'qitish bo'yicha Prezidentimizning 20-avgustdagi 20-avgustdagi 520 sonli qarorlar ijrosi bo'yicha 205 nafar fuqarolarni vaucher asosida o'qish belgilangan, aytilgan ularga o'sha to'lov amalga oshirish orqali bundan bu yo'nalishdan ham 201 nafar fuqarolar o'zini qiziqtirgan yo'nalish bo'yicha kasbga o'qitilgan. Subsidiya va sudda ajratish yo'nalishi bo'yicha vazirlik 2025-11-apreldagi 158 sonli qaroriga asosan demak kambag'allik va bandlikni qisqartirishdagi o'sha tegishli jamg'arma ma'lumoti hisobidan subsidiya uchun 116,641 million so'm arizalar kelib tushgan bo'lib, 13 ta mahallalarda 15 nafar fuqarolarga 177 million so'm mablag' ajratib berilgan. Bunda asosan o'sha musiqa asbobi hamda boshqa turdagi ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar, jihozlar ajratish maqsadida ajratib berilgan. Xuddi shunday sudda uchun 42 ta 560 million so'm tavsiyalar berilgan bo'lib, 16 ta mahallalarda 21 nafar fuqarolarga 144 million so'm suddalar ajratib berilgan. Ya'ni o'sha asbob-uskuna hamda texnikalar xarid uchun.
Bu ikinci yarım yıl bo'yicha. Birinchi yarim yil. Birinchi yarim yil bo'yicha. Savol bormi? Bu masala subsidiya masalasida amalga oshirishda komissiya xulosasi komissiyada ushbu masalalar doim komissiya ushbu masalalar mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish iqtisodiy islohotni qilish va kommunal soha masalalari bo'yicha doimiy komissiyasiga a'zosiga bersa komissiya xulosasini o'qib eshitish. Shahar hokimligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar doimiy komissiya tomonidan o'rganib chiqildi. O'rganish davomida shaharda kambag'al oilalarni aniqlash, ularni kambag'allikdan chiqarish, aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga o'qitish, imtiyozli kreditlar, subsidiya va sug'urtalar ajratish bo'yicha bir qator amaliy ishlar olib borilganligi qayd etildi. Xususan 1392 ta oilalar uchun individual rejalar ishlab chiqib, 5360 ta xizmat bilan amalga olindi. Reyestrdagi oilalarga ko'rsatilgan manzilli yordamlar natijasida 372 ta oila kambag'allikdan chiqarildi. 2026 yil yanvar-iyun oylarida aholi bandligini ta'minlash rejasi 10.589 nafar belgilangan bo'lsa-da, amalda 15.921 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlab, reja 173% ga bajarilgan. Shuningdek, tadbirkorlik va mikro-loyihalarni amalga oshirish natijasida 1190 ta ish o'rni tashkil etilgan. Oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 324 ta loyiha 5 milliard 300 million so'mga kredit ajratilgan. Komissiya tomonidan kasb-hunar va xorijiy tillar olchilik asosida o'qitish ishlari ham ijobiy baholandi. Yanvar-iyun oylari uchun 205 nafar fuqarolarni o'qitish rejalashtirilgan bo'lsa-da, amalda 221 nafar fuqaro turli yo'nalishlarda ta'lim olmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olgan holatda mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy islohotlar, qurilish va kommunal sohalar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xalq deputatlari va masharat kengashining 41-sessiyasida tasdiqlash maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Komissiya xulosasi sanksiya siyosatining qarorlari tasdiqlangan ushbu qarorlar mas'uliyati tarqatilgan asosida huquqiy tarafdorlar rozilar qarshilar bedarak qaror tasdiqlandi. Tartib 4 masalaga o'tamiz. Olmoshalar maktabgacha va maktab ta'limi kanalida 2025-2026 yilda amalga oshirishlar to'g'risida. Olmoshalar maktabgacha va maktab ta'limi bo'lim o'rinbosarisiz, o'z tanishlar